Sotda bera olasizmi? O'rtoq, menga to'lab tur, men kartangni tashib beraman. Bo'lma, kartani olib qolasiz. Maza qildi-ya. Kartaga qachon tashlarkan esdan chiqib ketdimi yo? Kafeda yaxshi shotni to'lab qo'ydim. Bo'lmasa hozir idishda qo'yib turgan bo'larmidik. To'g'ri aytasan. Payme degan programma chiqib zo'r bo'ldi-da. Odamlar qarzi bo'lsa, oson o'tkazsa bo'ladi bir-biriga. Payme'dan foydalanish oson. Bunda qarzing to'la. Nimadir deyman, o'rtoq. Yo'q, hech narsa demadim. Qarzing to'la. Nimadir deyman, gapiring, to'g'ri gapiring, eshitilmayapti gaping. O'zim gapiryapman. Mayli. Boshqa yo'l topish kerak. Kafega 550 ming berdim. Sochimni ham oldirishim kerak. Pulim yo'q-ku, nima qilsamikin endi? Sochingni oldirganga o'zi bir hafta bo'ldi, yani nimasini oldirsan, o'rtoq? Yana oldirishim kerak-da. O'rtoq, ketdim men. To'xta. Qayerga shoshyapsan? Bugun qayerga bordik? Nimalar qildik? Shularni gaplashaylik. Balki nimadir esdan chiqqan bo'lishi mumkin. Menimcha, ishtim esdan chiqmadi yoki nimadir esdan chiqdimi? Endi o'rtoq, noto'g'ri tushunmaysan. Kafeda 550 ming to'ladim. Hop. Payme qilib beraman deganding. Hali ham qilib bermading, o'rtoq, shuni tashlab ber. Unaqa emas, sen aytganingni tashlash kerak. Nima chiqar-chiqmas to'lab qo'yganman, kartani tekshirdingmi o'zi? Yo'q. Ya o'rtoq, tushibdi-yu. Shuni nimaga ertaroq aytib qo'ymaysan? Jinni bo'lib qolaydimi? O'rtoq, ketdim men. To'xta,